بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العباد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان في الأقوال والأفعال والاعتقاد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلهما ملتبسا علينا يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى بعدد حمد و sanolar bizlarni o'zining tavfiqiga, hidoyatga, islomga, iymonga, to'g'ri hidoyat va rushd yo'liga bizlarni boshqargan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Bizlarga hidoyat va rushd yo'lini ko'rsatgan, haq ibodatda qanday bo'lishligimizni bizlarga belgilab bergan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka mukarramada islom shabodasini olib kelish davrida payg'ambar alayhi salatu vassalom Makka mukarramada o'zlarining sahoba-i kiromlari bilan atroflarda qo'shilayotgan u hidoyat yo'li musharraf bo'layotgan ba'zi odamlar bilan iymonlashardilar, islomlashardilar. Alloh taologa yaqin bo'lish yo'llarini istardilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalomning oldilariga hidoyat nasib qilgan buyuklar ham, Abu Bakr Siddiqqa o'xshagan sayyidlar ham, sayyida bo'lgan Xadicha onamizga o'xshagan ayollar ham, Qurayshning pokiza nasablardan bo'lgan Ali radhiyallohu anhu kabilar ham va o'z navbatida Makka mukarramada xizmatda bo'lgan, qul bo'lgan, na nasab jihatdan, na mol mulk va davlat jihatidan hech qanday dunyoviy imkoniyatlarga ega bo'lmaganlar ham Bilol Habashiga o'xshagan, Suhayb ar-Rumiyga o'xshagan odamlar payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomning oralarida, atroflarida jips bo'lib yashayotgandilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va u kishining ashablari iymonda, islomda Alloh taolo tomon qo'yadigan qadamlarga, ilohiy muhabbatni qalblariga jo qilishlarida mislsiz va tengsiz edilar. Ashabu kiromlar iymon bilan hech narsani almashmasdilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom bilan hech narsani payg'ambarga almashtirmasdilar. Ular iymonda edilar, hidoyatda edilar, tavfiqda edilar. Ilohiy nur, rabboniy marhamat Makka mukarramaga birin-ketin o'zining shu'lalarini tashlayotgandi. Lekin nur borki soya bor. Nur qanchalik kuchaya boraversa, unga tahlika solayotgan soya ham shunchalik kuchaya borardi. Makka qullaridan hisoblangan Bilol ibn Abi Rabah radhiyallohu anhu o'z zamonida Makka sayyidligini da'vo qilgan, iddao qilgan Hilol ibn Umayyaning qo'llarida edi. Qul notavon, qo'lidan hech narsa kelmaydi. Hech kimi yo'q, na himoya qiladigan pushtu panohi, na uni sotib olib ozod qiladigan pul yoki sariqchaqasi. Bilol iymonga keldi. Islom unga nasib qildi. Hilol ibn Umayya Bilolni Makkaning ramzosiga chiqarib, Makkaning sahrosiga chiqarib, 70 gradus, 80 gradus qizib turgan qumning ustiga chiqarib yotqizib oldi. Yotqizdi.
oyoq qo'llarini bog'ladi, zanjirband va kishanband qildi, chanqoq holatda tashladi. Azobning ikkinchisi turiga o'tdi, uning oldiga olov yoqib qo'ydi. Uchinchi turiga o'tdi, uning qornining ustiga katta 100 kilogramlik keladigan xarsang toshni qo'ydi. Azobning bir turidan ikkinchi turiga o'tar ekan, bu mushrik Hilol ibn Umayya Biloldan bir savol bilan Bilolga murojaat qilardi. Arabbuka latun val uzza, ey Bilol, sening Robbing Lot bilan Uzzomi? Har qachon bu savol takrorlansa, azob bir turdan boshqa turga o'taversa, dunyoviy qiynoqlar kuchayaversa, lekin Bilolning bir javoblaridan ikkinchi javobga Bilol o'tmasdilar. Hilol Biloldan ikkinchi javobni ola olmasdi. Bilolning tillarida faqat ahadun, ahad, ahad zot, mening Robbim Lot ham emas, mening Robbim Uzzo ham emas, mening Robbim Makkaning Ka'bani qurshab turgan 63 ta but emas, mening Robbim ahad, mening Robbim Alloh deb aytardi. Hilol ibn Umayya uni azob beraverardi, qiynoqlarga solaverardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam olib kelgan bu shariat Payg'ambar alayhi salatu va salom ashabi kiromlarni qalblariga ekib bilgan bu e'tiqodlari ahadun ahad edi. Ahad nima degan gap ekan u? Ahadning ma'nosi nima ekan? Ahadning madluli nima ekan? Nima uchun Bilol shuncha azoblar oqibatida ham javobini o'zgartira olmadi? Javobini o'zgartirmadi va uni javobini o'zgartira olmadi ham buncha jasadiy qiynoqlar. Ahadning o'zi ma'nosi nima? Nima uchun ahad so'ziga Bilol turib olgandilar? Payg'ambar alayhi salatu va salom u kishiga sabr so'radilar. Abu Bakr oxiri kelib u kishini sotib olib ozod qildilar. Abu Bakrga aytdilar, Ibn Umayyani oldiga kelib Abu Bakr aytdi, shu Bilolni menga sotgin. Aytdi, sotaman, lekin ikkita qulni puliga. Sotib olgandan keyin agar Bilolni evaziga 10 ta qulni pulini so'rasang ham berardim, buni ozod qilardim. Nima uchun? Ahad degan so'zi uchun, vohid degan so'zi uchun, yakka Parvardigorga iltijo qilgani uchun. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aynan o'sha zamonda keldilarki, odamlar haq yo'lni yo'qotgandilar, to'g'ri e'tiqoddan adashgandilar. O'sha paytda ahad degan so'z o'sha zamonning qo'shtirnoqdagi sayyidlariga g'arib tuyulardi. Ba'zi odamlar Uzayrni Allohning o'g'li derdilar. Ba'zilar farishtalarni Alloh taoloning o'g'li derdilar. Bular samoviy dinlar. Boshqa o'zlari to'qib olgan dinlar esa, otashparastlik va zardushtlar esa nur va zulumot xudosi deb aytardilar. Quyoshni ham xudo qilib ibodat qilardilar, qo'chqurunni ham o'zlariga ibodat qilardilar. Ba'zilar esa xudoni o'rniga turli tuman butlarni qo'yib olgandilar. O'zlari surat chizardilar va o'zlari unga ibodat qilardilar. O'zlari haykaltaroshlik qilib haykalni yasardilar, keyin o'zlari unga sig'inar, ibodat qilardilar. Ba'zi odamlar esa aqllari xudoni tanishga bundan ham tubanga tushuvdi. U tubanlik esa bizlar hayvon deb, u bizlar uchun yaratilgan hayvonlarga ibodat qilib ketdilar. Ba'zisini qaraysiz, sigirga ibodat qiladi, ikkinchisi bo'riga ibodat qiladi, keyingisi qurbaqaga ibodat qiladi, keyingisi esa boshqa ilon, chayon, boyog'ili mana shu narsalarga ibodat qilib ketdilar. Ibodatda ahad so'zini esdan chiqardilar. Qadimda greklar va yunonlar xudolarni turli tuman qildilar. Quruqlik xudosi, dengiz xudosi, quyosh xudosi, Mars xudosi va hokazolarga qadam qo'yib adashdilar va o'zlariga ergashgan odamlarni ham adashtirdilar. Mana shu zulumotlar bo'layotgan bir paytda xudolik Parvardigor olamni qavmlar tanimay turgan bir paytlarida odamlarning aql va hushlaridan ahad degan, yagona Allohning e'tiqodi degan ketgan bir paytda
payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Alloh rasulan barhaq qilib jo'natdi. Makka mushriklari Bilolning bu holatini ko'rib, nima uchun ahad deydi u? Ahad ma'nosi bitta degani. Nima degani u bitta degani? Ammor ibn Yasir degan sahoba ikrom, u kishining otalari Yosir, u kishining onalari Sumayya. Ahad so'ziga bardavom edilar, Sumayya o'lib ketdi. Nima degani u ahad? Shunda Makka mushriklari payg'ambar alayhissalatu vassalomni oldilariga kelib, "Ya Muhammad, ansib lana robbak." Ey Muhammad, Robbingni nasabini bizga aytgin. Robbing qanaqa narsa o'zi? Ya Muhammad, sif lana robbak. Ey Muhammad, Robbingni bizga vasflab ber. Qanaqa Robbing? Bu Bilol ahad deyapti, Ammor ahad deyapti. Sen bir Xudoni bizga aytib ber. Sen aytayotgan Xudo nima degani? O'sha paytda Alloh subhanahu va taolo Aminul Vahiy bo'lgan Hazrati Jabroil bilan oyatlari qisqa, kalimalari sanoqli, lekin bashariyatni qiyomatgacha zulumotlardan nurlarga chiqarib, dunyo va oxirat saodatini olib beradigan oyatni olib tushdilar. Qul huvallohu ahad, Allohu somad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloni tanitdilar. O'qib berishlik bilan, bu oyatning tilovati bilan Allohni tanitdilar. Ixlos surasi nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Likulli shay'in nisbatul va nisbatullohi suratul Ixlos." Har bir narsani nasabi bor. Har bir narsani asli bog'langan bir joy bor. Alloh taoloni bog'langan, uni haqiqatini bilintirib beradigan narsa esa Ixlos surasi deb payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom aytadilar. Dar haqiqat Ixlos surasi, Qul huvallohu ahad surasi bizga Alloh taoloni bizga o'rgatadi. Alloh Robbimiz qanday zot ekanligini bizlarga bildiradi. Va Alloh taolo nimalarga qodir ekanligini, bizlar qalbimizga qanaqa Allohni e'tiqod qilishligimiz kerak ekanligini Alloh bizga uqtiradi. Allohni bilmagan odam undan qanday qo'rqadi? Xudoni tanimagan odam unga qanday muhabbat qo'yadi? Xudoni bilmagan odam qanday unga e'tiqod bog'laydi? Imom al-Buxoriy payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadisda: "Innan nabiyya ba'atha rajulan ala sariyah va kana yaqra li ashabihi fi salatihi fayakhtimu biqul huvallohu ahad. Falamma raja'u ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذاك." Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir askarni, sariyani jo'natayotib, unga bir kishini boshliq qilib qo'ydilar. Boshliq ular bilan ularni olib borar, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatar va ular bilan imom bo'lib namoz o'qirdi. Namoz o'qiyotganda har bir rakatni oxirida Qul huvallohu ahadni o'qirdi. Rakatni oxirida bir rakat qiroat qiladi. Masalan, qiroat qilganda iza jaa nasrulloh val fathni o'qiydi. Bir rakatga ikkita sura o'qiydi. Qul huvallohni ham o'qiydi. Ikkinchi rakatga tabbatni o'qiydi, unga ham Qul huvallohu ahadni o'qiydi. Bu holatdan hayron bo'lgan ashabu kiromlar, u kishining sheriklari kelib payg'ambarga murojaat qildilar: "Ya Rasululloh, eshitamiz shu ishni qildi." Deganda payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Borib so'ranglar, nima uchun bu surani takror va takror o'qigan ekan?" Borib so'radilar. Faqala li'annaha sifatur rahman va ana uhibbu an aqra'a biha. U aytdi, bilasizlarmi dedi, Ixlos surasida Allohning, Rahmonning sifati bor. Men uni yaxshi ko'raman. Allohni yaxshi ko'raman. Uni sifatlari va ismlari bilan tanishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun uni ko'p o'qiyman, tilovat qilaman. Deganda nima dedilar? Faqolan nabiyyu akhbiruhu innalloha ta'ala yuhibbuhu. Unga borib aytinglar, agar u Ixlos surasini, Qul huvallohu ahadni, Allohning sifatlari jam bo'lgan surani yaxshi ko'rsa, u bandani Alloh ham yaxshi ko'radi deb aytinglar dedilar.
Ixlos surasini yaxshi ko'radigan odamni Alloh yaxshi ko'radi. Keyingi hadisga quloq solamiz. Jaa rajulun ila rasulillahi sallallohu alayhi va sallam faqala inni uhibbu hadhihi surah qul huvallohu ahad. Ey Rasululloh, man qul huvallohu ahad surasini yaxshi ko'raman. Nima mukofoti bor? Faqala Rasululloh hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Mana shu surani yaxshi ko'rishliging seni jannatga qiladi dedilar. Seni jannatga kirgizadi dedilar. Mana shu surani yaxshi ko'rgin, uni tilovat qilib turgin, jannatga kirasan deb payg'ambar alayhissalatu vassalom aytdilar. Imom al-Buxoriy rahimahulloh Abu Sa'id al-Khudriydan rivoyat qilgan hadisda qala an-nabiy alayhissalatu vassalom ay'ajazu ahadukum an yaqra'a thuluth al-Qur'an fi laylatin fashaqqa dhalika alayhim faqalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah faqala qul huwallahu ahad la ta'dilu thuluth al-Qur'an. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga chiqib, ey sahobalarim, har kechqurun Qur'onning 3dan birini tilovat qilinglar. Demak 10 sipora Qur'onni tilovat qilinglar. Har kechqurun 3dan birini. Shunda sahoba-i kiromlar, yo Rasululloh, har kechqurun 10 sipora Qur'on tilovat qilishga kimni toqati yetadi? Qancha bo'ladi u? 200 varaqdan 200 betdan ortiq bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar-ki, Ixlos surasi Qur'onning 3dan biriga teng dedilar. Ana shunda qolgan tilovat qilinsa Ixlos surasini 3 marta tilovat qilinadi. Nima uchun? Har biri agar 3dan 1 bo'lsa, Ixlos surasini 3 marta tilovat qilishlik Qur'oni Karimni 1 marta xatm qilishlikning ajriga barobar deb olimlar aytgan ekanlar. Mana shunday ajrli sura bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dan Xabbob ibn Arat radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda asabana atshun va zalama fantadarna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yusalli bina fakharaj fa akhadha bi yadi faqala qul fasakattu qala qul qultu ma aqul. Xabbob ibn Arat aytadilar, bir safarda edik, nihoyatda qorong'u bo'lib ketdi, suvimiz ham yo'q. Ya'ni shuncha qorong'uki suvni qidirishga 2 qadam u yoq qo'yishga hech kimning jur'ati yetmaydi. Juda qorong'u bo'lib ketdi, suvimiz ham yo'q, qo'rqinch bizni boshlab o'rab olay boshladi. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalom xaymalardan chiqdilar, xufton namozini bizlarga o'qib berishlik uchun. Meni ko'rib qoldilar, qo'limdan oldilar. Ey Xabbob dedilar, o'qigin, aytgin. Jim turdim. Ey Xabbob dedilar, aytgin. Shunda aytdim, ey Rasululloh, nimani aytay? Faqala qul huvallohu ahad wal muawwizatayn hina tumsi va hina tusbihu thalathan takfika kull shay. Ey Xabbob, esingdan chiqarmagin. Ertalab tong ottirganingda, kechqurun tunda kirganingda 3 marta qul huvallohu ahadni o'qisang va 3 marta qul a'udhu bi robbil falaqni o'qisang va 3 marta qul a'udhu bi robbin nasni o'qisang, hamma narsadan senga kifoyachi va qalqon bo'ladi dedilar. Agar 3 martadan shu suralarni uchalasini o'qisang, barcha narsadan kifoya bo'ladi. Demak, qo'rqyapsan zulumotdan, qo'rqyapsan chanqoqlikdan, qo'rqyapsan turli narsalardan. Shu 3 chala surani agar 3 martadan o'qib tursang, barcha narsadan senga kifoya bo'ladi deb payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom aytdilar. Burayda ibn al-Husaybning hadislari. Dakhaltu ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam masjida. Burayda ibn al-Husayb radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan birga masjidga kirdim. Masjidga kirsak, fa iza rajulun yusalli va yad'u. Bir odam masjidni chekkasiga o'tirib namoz o'qib duo qilib turgandi. Duosiga nima deb aytardi? Duosiga aytardi: Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illalloh antal ahad as-samad al-fard lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad.
u odam aytardi: Parvardigoro, men shahodat beraman, sen yagona zotsan, ahadsan, somadsan, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Demak, Ixlos surasini o'qib keyin duo qilayotgandi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam menga aytdilar: "Vallazi nafsi bi yadihi laqad sa'alahu bi ismihi al-a'zam alladhi idha su'ila bihi u'ti wa idha du'iya bihi ajab." Ey Burayda dedilar, Allohga qasamki shu yigit duo qilyapti. Alloh taoloning ismi a'zamini hozir zikr qildi. Shu aytgan Qul huvallohu ahad surasiga Allohning ismi a'zamini qo'yib zikr qildi. Shunday Allohning ulug' ismiki, uni o'rtaga qo'yib so'ralsa Alloh albatta beradi, uni o'rtaga qo'yib duo qilinsa albatta duo ijobat bo'ladi deb payg'ambarimiz aytdilar. Demak, Ixlos surasi bizlarga ilohiy muhabbatni vojib qilar ekan. Ixlosni o'qishliging, uni yaxshi ko'rishliging Alloh taolo sening yaxshi ko'rishidan dalolat. Ixlosni o'qishligimiz bizlarni jannatiy qilar ekan. Bu surani o'qigin, u seni jannatga kiritadi. Ixlosni o'qishligimiz bizlarni turli ofat va zarofatlardan saqlar ekan. Ixlosni o'qishligimiz bizlarning duolarimizning ijobatiga sabab bo'lar ekan. Demak, Ixlos surasining qanday ma'nolar ko'targan, Ixlos surasiga nima madlulotlar bor? Ixlos surasini o'qiymiz, uni ma'nolarini anglaymiz. Nima degani ekanki, bunchalar fazilatlarni o'z ichiga o'rab olgan ekan va uning o'quvchisi bunchalar ajr va ulug'liklarga erishar ekan. U Ixlos surasida Alloh taolo o'zini biz sizlarga tanittirdi. Ixlos surasida Alloh taolo o'zining qanday ulug' zot ekanligini biz sizlarga uqtirdi. Qul huvallohu ahad. Qul, ayting ey Rasululloh, kimga? Robbingizdan so'rab kelganlarga. So'rab kelgandilar Robbing qanaqa zot deb. Robbingni menga vasflab ber deb so'raganlardan so'rang. Ularga ayting. Nima deb aytay? Huvallohu ahad. Alloh taolo yagona deb ayting. Alloh yakka deb ayting. Birdir, yagonadir deb ayting. Zotda ham bir, ismda ham bir, rububiyatda ham bir, ulug'iyatda ham bir. Uning go'zal ismlari, go'zal sifatlari o'zigagina loyiq. Uning barcha narsalarda Alloh taolo yagonadir deb ayting. Shuning uchun bu suraning oti Tavhid surasi yoki Infirod tafrid surasi. Tavhid degani Allohni yakka bilish, mutlaq va absolut Alloh taoloni yakka zot deb bilish. Har tomonlama yagona Alloh taolo deb bilish. Tafrid degani Alloh taoloni barcha ayblardan poklash va yakka deb bilish. U abadiy haqdir. Uning oldida boshqa barcha narsalar foniy, besobit va besubutdir. Alloh taolo haqiqiy bajarguvchi, faol, boshqa barcha mavjudot va maxluqotlar uning izmining ostidadir. Uning azamati, uning ulug'ligi, uning yagonaligi oldida barcha mavjudotlar behol va barcha mavjudotlar jonsizdir. Uning irodasi oldida, uning xohishi oldida barcha xohishlar to'xtab turadi. U xohlasa boshqa xohishlar bo'ladi. Bizning xohishimiz ilohiy xohish, rabboniy iroda, Parvardigorni istagi bilan muvofiq bo'lsagina bizni xohishimiz bo'ladi. Va ma tashauna illa an yasha Allohu robbul alamin. Agar Robbul alamin Alloh xohlasagina sizlarni xohishlaringiz bo'ladi. Agar Alloh xohlamasa sizlarni xohishlaringiz bo'lmaydi. Demak, bizlarni Alloh taolo yagona zot. Alloh taolo bandalarni ibodatiga ham yagona zot. Alloh taolo iloh. Bandalarni biz sizni ibodatlarimizga sazovor bo'lgan yagona zot Allohning o'zi. Bizi sizni ustimizga adli va fazli bilan hukm qiladigan ham Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Barcha mavjudotlarning mutlaq egasi, barcha mavjudotlarni mutlaq tarbiya qilguvchisi,
barcha mavjudotlarning peshonalari uning qo'liga bo'lgan zot ahad zot, yakka zot, yagona zot. Undan boshqa iloh yo'q. Undan boshqa iloh deganimiz ibodatlarga sazovor zot yo'q. Undan boshqa haqiqiy Robb yo'q. Undan boshqa haqiqiy tarbiya qilguvchi zot yo'q. Undan boshqa haqiqiy mutlaq xoliq yo'q. Undan boshqa haqiqiy yaratguvchi, mubdi, bari zot yo'q. U yagona parvardigor, tengsiz iloh, yagona parvardigordir. Shuning uchun Alloh taolo o'zining birinchi ismi va sifatini ahadiyat bilan aytadi. Boshqa mavjudotlar, boshqa maxluqotlar barchasi ilohiy rangoranglik bilan bezanilgan. Alloh taolo qay bir mavjudotga qanday rang bergan bo'lsa, qanday shakl bergan bo'lsa, qanday holat bergan bo'lsa, banda, mavjudot, maxluqot o'sha holat bilan yashaydi, o'sha rang bilan ranglanadi, o'sha shakl bilan shakllanadi. Sibghatalloh va man ahsanu minallohi sibgha va nahnu lahu abidun. Ilohiy rangoranglik, ilohiy bo'yoq berishlik, rabboniy shakl berishlik, Alloh taolodan ham rangoranglikni go'zal qilguvchi zot bormi? Hargiz unday emas. Demak, Alloh ahad zot, yagona zot, har bir bobda yagona, har bir yo'lda yagona, har bir narsaga Alloh taolo yagona zot. Allohu somad, Alloh taolo samad zot. Samadning ma'nosi ehtiyojsiz. Hech narsaga Alloh muhtoj emas va barcha ehtiyojlar u tomon talpinadi. Barcha o'zining ehtiyojini unga soladi. U o'zi esa ehtiyojsiz zot. Samadning ma'nosiga olimlarimiz aytadilar: ulug'likka tengi yo'q zot, doimiy va boqiy va abadiy zot. Ali raziyallohu anhu samadning ma'nosini aytadilar: yuqorisidagi zotlardan qo'rqmaydi, pastdagilardan umid qilmaydi, barcha hojatlar unga solinadi. Demak, Alloh haq subhanahu va taolo somad zot, ehtiyojsiz zot, lekin barcha ehtiyojlar unga solinadi. Bizlar yaxshi kunimizda ham, yomon kunimizda ham, iqbol kelganda ham, iqbol ketganda ham, baxt kulganda ham, baxt bizdan qaytganda ham, rohat va farog'at paytimizda ham yoki boshqa holatlarning hammasiga Alloh taologa qaytguvchimiz, Alloh taologa muhtojmiz, uning samadiyatining ostidagi odamlarmiz. Agar haqiqiy Allohni samad deb bilsak, uni beehtiyoj deb bilsak, o'zimizni unga ehtiyojmand deb bilsak, haqiqiy e'tiqod sohiblari bo'lamiz. Hadisga qaytamiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalom nima deydilar? Alloh taolodan hamma narsani so'rayman. Hatto oyoq kiyimimni ipchasi uzilsa ham Allohdan so'rayman. Ehtiyojlikning mukammalligini qarang. Ehtiyojlikni mukammali, hatto oyoq kiyimimni ipchasi uzilsa ham Allohdan so'rayman. Nima uchun? Chunki men o'shanga muhtojman. Hamma narsaga muhtojman. Agar Alloh taolo o'zi quvvat bermasa, bir danakni ham chaqiy olmayman. Oyog'imdagi luqmani ham yuta olmayman. Sizlarni bu rangoranglikda ko'ra olmayman. Bu til bilan sizlarga gapira olmayman. Payg'ambar alayhissalatu vassalom somad degan Alloh taoloning ismini, sifatini qanday bizlarga izohlab berdilar. Demak, biz ham o'shanday Allohga muhtojmiz. Bir lahza bo'lsa ham uning robbani, roblikdan uzoqqa emasmiz. Alloh taologa ehtiyojmandmiz. Tasavvurlarimizni to'g'rilashda, me'yor va mezonlarimizni tuzuklab olishda, odob axloq normalarimizni tayinlab olishda hamisha u boqiy bo'lgan, doim bo'lgan, abadiy bo'lgan zotga muhtojmiz, ehtiyojmandmiz. Tavfiq Allohdan, to'g'ri yo'lga erishishlik Allohdan, to'g'ri yo'l topa bilishlik Allohdan. Lam yalid va lam yulad. Alloh taolo tug'madi va u o'zi ham tug'ilinmadi. Demak, Alloh taoloning o'g'li ham yo'q, Alloh taoloning otasi ham yo'q. Alloh taoloning qizi ham yo'q, xotini ham yo'q, Alloh taoloning onasi ham yo'q. Ta'alallohu amma yaqulul zolimuna uluwan kabira. Alloh subhanahu va taolo tug'madi. Alloh subhanahu va taolo tug'ililmadi. Bu bizning e'tiqodimiz. Ahli sunna val jamoatning e'tiqodi. Bu so'z bilan Alloh taoloning yagonaligini, Alloh taoloning yakkaligini, bu so'z, bu oyat
bu ism, bu sifatlar Alloh taoloni, bu oyatlar Alloh taoloning yagonaligini mustahkamlaydi. Alloh taoloning otasi, onasi ham yo'q, uning farzandi ham yo'q. Imom al-Buxoriy rahimahulloh hadisda marhamat qiladilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytdilar: "Shatamani ibn Adam va lam yakun lahu zalik." Odam farzandi deydi Alloh, meni so'kadi, lekin uni meni so'kishligi kerak emas. Nima uchun meni so'kadi men bilmadim. Fayaqul ittakhadallohu walad ana ahadus samad lam alid va lam ulad va lam yakul li kufuwan ahad. Odam farzandi meni so'kadi. Nima deb so'kadi? Odam farzandi aytadiki, inson Alloh taoloning bolasi bor deydi. Lekin men behojat zotman, tug'madim, tug'ilmadim va hech narsa menga barobar bo'la olmaydi. Imom al-Buxoriy rahimahulloh aytdilar. Keyingi hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La ahada asbaru ala adha sami'ahu min Alloh yaj'aluna lahu walad va huwa yarzuquhum va yu'afihim." Aziyatda Alloh taolodan sabrliroq zotni o'zi yo'q deydilar payg'ambarimiz. Ular mushriklar Allohning bolasi bor deydilar, lekin shu bilan birga Alloh ularga rizq ham beryapti, Alloh taolo ularni ofiyatda ham asrayapti. Nima degani? Nima uchun Alloh taoloning bolasi bor deyishlik Allohga haqorat ekan? Nima uchun bolasi bor deyishlik juda katta so'z, og'ir gap ekanki, tog'lar yorilib borar ekan, osmonlar parcha-parcha bo'lib borar ekan, yerlar bo'lak-bo'lak bo'lib borar ekan. Qanday bu Allohning bolasi bor deyishlik qanday og'ir so'z ekanki, Alloh taologa aziyat bo'lar ekan. To'g'ri, Allohning bolasi bor deyishlik Alloh taolo muhtoj deyishlik. Alloh taolo nuqsonli deyishlik. Alloh taolo ehtiyojmand deyishlik. Nima uchun farzand qilamiz? Muhtojligimiz uchun farzand qilamiz. Bolaga ehtiyojimiz tushib qolishligi mumkin. Agar zaif bo'lsak yelkamizdan ko'tarishi mumkin, qari bo'lsak yonimizdan olishi mumkin. Ehtiyojmandmiz, shuning uchun farzand qilamiz. Alloh taolo esa somad zot, hech narsaga ehtiyojmand emas va barcha narsalar esa Allohga muhtojdir. Va lam yakul lahu kufuwan ahad, va hech narsa Alloh taologa barobar bo'lib bilmaydi. Uning hech bir tengi ham yo'q, monandi ham yo'q, misli ham yo'q deb Alloh subhanahu va taolo o'zini tanishtiradi. Demak, Alloh yakkadir, Alloh yagonadir, Alloh behojat zotdir. Hammamiz unga muhtojmiz. Alloh tug'madi va tug'ilinmadi va hech bir narsa, mavjudot, maxluqot va hech bir mavjudotdagi narsa Allohga teng ham bo'la olmaydi, uning misoli ham bo'la olmaydi, uning misli ham bo'la olmaydi. Uqaba ibn Amir raziyallohu taolo anhudan quyidagi hadisni rivoyat qilamiz. Masjidga kirayotgandim, Rasulullohni ko'rib qoldim. Yugurib borib qo'llaridan ushladim. Aytdim: "Ya Rasululloh, fabiman najatul mu'min?" Ey Rasululloh, mu'minning najoti nimada? Aytdilar: "Ey Uqaba, akhris lisanak va liyas'aka baytuk wabki ala khati'atik." Ey Uqaba ibn Amir, tilingni gung qilgin, kamroq gapirgin, uyingga ko'proq bo'lgin, xatolaringga yig'lagin, uyingga o'tirib xatolaringga yig'lagin deb aytdilar. Bir necha kundan keyin masjidga kirsam, payg'ambar alayhissalatu vassalom o'tiribdilar. Kelib meni qo'limdan ushladilar. Aytdilar: "Ey Uqaba, ala uallimuka khayra thalatha suwar unzilat fit Tavrati val Injili vaz Zaburi val Qur'anil azim." Ey Uqaba, 3 ta Tavrot, Injil, Zabur, Qur'oni azimga nozil bo'lgan 3 ta buyuk surani senga o'qib beraymi? Ja'alaniyallohu fidaka ya Rasululloh. Ey Rasululloh, Alloh taolo meni jonimni sizga fido qilsin, o'qib bering bu buyuk surani deganda, qul huvallohu ahad, qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas deb payg'ambar alayhissalatu vassalom aytdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Oisha onamiz rivoyat qilgan hadisda,
Innan nabiyya sallallohu alayhi va sallam إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ هذه الثلاث سور. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har kechqurun bo'lganda ikki qo'llarini jamlardilar. Ikki qo'llarini og'izlarini oldilariga keltirardilar va mana shu 3 surani o'qib dam solardilar. Qul huvallohu ahadni oxirigacha solib o'qib shuf qilardilar. Qul a'udhu bi robbil falaqni oxirigacha o'qib suf qilardilar va qul a'udhu bi robbin nasni oxirigacha o'qib suf qilardilar va butun jasadlariga surtardilar. Surtishni boshlari va jasadlarini oldi tomoni bilan boshlardilar va mana shu narsani 3 marta qilardilar. Har kecha, har tunda payg'ambar alayhi salatu vasallam ikki qo'llarini jamlab bir marta qul huvallohu ahad, keyin qul a'udhu bi robbil falaq, keyin qul a'udhu bi robbin nasni o'qib dam solib badanlariga surtardilar. Boshlari, butun qo'llari tekkan joyini surtardilar va mana shuni 3 marta qilardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ixlos surasini buyukligidan, uning ulug'ligidan, uning ma'nolarini buyukligidan kunlarini ixlos bilan boshlardilar va ixlos bilan tugatardilar. Qayerda u? Bomdod namozini avvalgi rak'atida, sunnatining avvalgi rak'atida qul huvallohu ahadni, ikkinchisida esa qul ya ayyuhal kafirunni, xuddi shuningdek shom namozining 2 rak'at sunnatida qul huvallohu ahadni va qul ya ayyuhal kafirunni o'qir edilar. Demak, payg'ambar alayhi salatu vassalom bu surani ulug'ligidan bomdodning sunnatida va shom namozining sunnatida birinchi rakatga qul ya ayyuhal kafirun, ikkinchi rakatga qul huvallohu ahadni o'qirdilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: "Man qara'a qul huvallohu ahad hatta yaxtimaha 10 marrat banallohu lahu qasran fil jannah." Kimiki qul huvallohu ahad surasini 10 marta o'qisa, Alloh taolo 10 marta qul huvallohu ahadni o'qigan odamga jannatda bitta qasr ato qiladi dedilar. 10 marta qul huvallohu ahadni o'qidi, jannatda bitta qasr bor. Umar raziyallohu anhu turib aytdilar: "Ya Rasululloh, idan nastaksir." Ey Rasululloh, undoq bo'lsa jannatda qasrlarimizni ko'paytiraveramiz. Rasululloh aytdilar: "Allohu aksaru va atyab." Ey Umar, Alloh undanda ko'pini va undanda yaxshisini beradi dedilar. Sonni ham zo'rini beradi Alloh, sifatni ham Alloh taolo zo'rini beradi deb payg'ambarimiz aytdilar. Kimiki farz namozdan keyin, har bir farzdan keyin iloji boricha 10 marta o'qisa, unga ham juda katta ajrlar, ulkan savoblar va'da qilingan. Farz namozini o'qidikmi, peshinnimi, bomdodnimi, asrnimi, undan keyin masjiddami yo masjiddan chiqib ketibmi 10 marta Ixlos surasini takrorlasak, Ixlos surasini o'qisak, go'zal ajrlarga ega bo'lamiz. Ixlos surasida Allohning buyukligi, yagonaligi, bizlarning e'tiqodimiz, Alloh taoloni qanday e'tiqod qilishligimiz aks topgan. Alloh taolo birdir, uning sherigi yo'qdir, uning tengi va misoli yo'qdir. Uni yengadigan va ojiz qoldiradigan biror kuch yo'qdir. Undan o'zga iloh, ibodatlarimizga sazovor zot yo'q. U qadimdir, avvali yo'q, doimdir, oxiri yo'q. U aslo yo'q bo'lmaydi. Faqat uning xohlagani bo'lar. Unga o'y yetmas, uni aql bilmas. U odamlarga o'xshamaydir. Tirikdir, o'lmaydir, qoimdir, uxlamaydi. U yaratguvchidir, muhtoj emas, rizq berguvchi, qiynalmas, o'ldirguvchidir, lekin qo'rqmas. U tiriltirguvchidir, lekin mashaqqat chekmas. Barcha sifatlari bilan Alloh taolo abadiy zotdir deb Imom Tahoviy rahimahulloh aytadilar. Ixlos surasini o'qimog'imiz, tilovatini to'g'ri qilmog'imiz, qul huvallohu ahad demog'imiz, qul follohu ahad emas. Allohu somad demog'imiz, Allohu samad emas, Allohu somad, lam yalid va lam yulad deb tilovatini go'zal qilmog'imiz, uning ma'nolarini bilmog'imiz, uni sevib o'qimog'imiz, uning qisqaligi uchun namozga zam sura qilish emas, uni qisqaligi uchun ajoyi fotihalarga o'qishlik uchun emas, ma'nolarining buyukligi, o'ziga ko'targan madlulotlarning ulug'ligi uchun o'qimog'imiz, tilovat qilmog'imiz, uni o'qimoqlikni odat qilmog'imiz,
farzandlarimizga o'rgatmog'imiz darkor. Alloh taolo barchalarimizni ixlos sohiblaridan qilsin. Ushbu suraga Alloh taolo o'zini qanday vasf qilgan bo'lsa, Alloh taolo o'zini qanday zikr qilgan bo'lsa, o'shanday e'tiqodda bo'lib, dunyoda ham o'shanday e'tiqodga yashamog'imizni, o'shanday e'tiqodda vafot qilmog'imizni, Allohga ro'baro bo'lganda ham ixlos bilan, Ixlos surasiga Alloh taolo aytgan bo'yicha Allohga ro'baro bo'lmog'imizni Alloh barchalarimizga nasib aylasin. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam bi rahmatika ya arhamar rohimin.